Assalomu alaykum. Biz mana Umid mahallasida yashovchi Shamsiddin va Gulchehra xonadoniga keldik. Gulchehra opa mikrokredit bankdan tomorqada tadbirkorlik qilish yo'nalishi bo'yicha kredit chiqarilgan mineral o'g'itga mana 90 boshda chesnoklar ekkan. Opa tomorqadan yillik daromadi 60 milliondan oshiradi har doim daromadini. 90 boshda yiliga 2-3 marta hosil oladi tomorqadan. Bu yerda ismaloqlari